Ash kommentariyangizga chiroyli javob beraymi sizga? Bitta qiz xo'jayinni rosa yaxshi ko'ribdi-da, nikohi bor ekan, erini rosa yaxshi ko'ribdi. Keyin er aytdi-yu, men yana bittaga uylanaman deb. Keyin dadasi, uylanmang, men ketib qolaman uyga bo'lmasa, desa, "Yo'q, ketsang ketaver" debdi. Ikkalasi rosa urushib turishdi, hazil-hazildan o'ldirib qo'yibdi xotinini. Endi uyda bolalar chinqirib yig'lab o'tirganmish. Onasi dodvoy qilsa ham yo'q. Hamma aytibdi, seni qizing juda yomon edi, xulq-atvori, o'sha uchun o'ldi ketdi-da deb. Aytishmabdiki, 2 marta er qilgan, yo bolasi bor, Rossiyada tiqilib yotibdi, Turkiyada tiqilib yotibdi. Deyishmabdi-ya, qarang. O qizchani rosa samasut qilishibdi-da, keyin bechara tobutda yotganda rosa samasut qilibdi. Endi bu uylanaman deb xursandmish, yana bitta borib yoshidan olaman deb eri. Ol bilarmikan, nima deb o'ylaysiz? Olarmikan, yana uylanarmikan u? Men ham endi erim yaxshi ko'raversam, juda kuchli yaxshi ko'rib qo'ysam, meni o'ldirib qo'ysam. Keyin nima bo'ladi? Keyin o'lib ketmay, o'lib ketsam sizni nomingizni yozib ketaman daftarga lekin. Endi qiz onasi roza yig'layapti, hamma aytayapti, buni onasi shantaj ekan deb. Hech kim o'ylamabdi. Bu uyda bitta qiz edi, bu uyda boquvchisi edi, bu uy boqardi, bu jalka qiz. Nima qilibdi, 2 marta qilgan bo'lsa, unaqada to'lib yotibdi. Bu uyni boquvchisi edi-ku. Bir onam farzandi edi demabdi. Keyin oyimga savol berdim-da, "Oyi, agar men bo'lib qolganimda astag'firullah, nima qilardi?" desam, "Men TikTokka chiqib yig'lab o'tirmasdim, bolam, borib o'ldirib kelardim birato'la. Chunki meni farzandimsan, men seni qiynalib tuqqanman. Bolang bor, menga odamlarning gapi qiziq emas, men bilaman seni ichki dunyoyingni" dedi. Onam, qarang, endi o'ylab qolyapman, o qizi o'rnida anavi gaplashib qoldik doim bilan. Unaqa qilib tiqilib yotibdi-yu, Rossiyada, to'g'rimi? Unda ularni hammasi o'lib ketish kerakmi? Unda mana u saunada ishlaydigan qizlarni yoppasi yolvorib ko'mib tashlaylik. Bular odam emas unda, to'g'rimi? Ha, esiz. Lekin bu juda katta bir o'yinda oxiri yaxshi bo'lsin ish qilib. Achinyapman-da, xolaga achinyapman, bechara. O'zini o'q quryapti, cho'q quryapti, odamlarning ko'ziga yomon ko'rinib qolyapti. Mayli, unga sabr bersin Alloh. Biz gapiraveramiz tilda. Lekin Alloh sabr bersin, u birovning farzandi prosta jalka. Keyin o'ylab ko'rsam, o'z oilada bitta qurbon bo'ladi-da, oilani tortib yuradigan, yetaklab yuradigan, ko'chadan rizqini teradigan yo erkak yo ayol bo'ladi. O'shaning orqasidan oiladagilar oziqlanadi, kambag'allikdan boylikka chiqadi, yaxshi yashaydi. Oilada bitta qurbon bo'ladi-da, o'sha qiz shunaqa qiz ekanda bechara, buni hech kim tushunmay, hamma haqoratlab yozyapti kommentariyada. Bechara yotgan joyi jannatda bo'lsin. Lekin aytib qo'yay, menga unaqa yo'l ko'rsatmang, bir gap bo'lsa sizni yozib qo'yaman men. U qizga o'xshab yig'lab yurmayman.